yeri katta bo'lsin degan mijozlarimiz uchun ushbu obzorimiz Qibray tumani Sельхоз institutidan bir necha kilometr masofasida joylashgan ushbu 10 sotixli xonadonimiz obzorini siz bilan hoziroq ko'rib chiqamiz. Tabiat bag'rida, shovqin-surondan uzoq, biroq barcha muhim infratuzilmalarga qo'l yetishi oson hududda joylashgan mazkur xonadonimiz sotiladi yoki ijaraga beriladi. Landshaft dizayn elementlari bilan boyitilgan to'liq sharoitli qulay infratuzilmaga ega ushbu xonadonimizda qulayliklari aqlli tarzda taqsimlangan. Ochiq basseyn, yozgi oshxona, kotelxonalar qulay ravishda joylashgan. Birinchi qavatimizni katta va yorug' hol boshlab beradi va shu qavatimizda keng mehmonxona ham joy oldilar. Ushbu xonadonimizda aqlli arxitektura tizimi asosida zamonaviy oshxona, umumiy sanuzel va alohida qulayliklar bilan master yotoqxona ham joy oldilar. Ushbu xonadonimiz nafaqat yashash uchun, balki mehmonxona, bolalar bog'chasi yoki shu turdagi boshqa muassasalar uchun ajoyib taklif. Uyning pastki qavati, tsokl, ya'ni podvalda ikkita tinch va sokin yotoqxona, katta, qulay va funksional garderob xonasi joylashgan. Bu yerda har bir element uy egasining hayot tarzini yengillashtirish uchun ishlangan. Uyning markazidan joy olgan baquvvat zina bo'ylab ikkinchi qavatimizdagi yana bir keng holga chiqamiz. Ikkinchi qavat tinchlik va sokinlik hudud maydoni. 3 ta keng yotoqxona, har biri o'z sanuzellari bilan birga. Bu qavatimizda yotoqxonalar soni ko'pligi bu xonadon yana bir afzalligidir. U bemalol katta oilalar o'z ichida bemalol sig'dira oladi. Shuningdek, hovlimiz bir to'ridan balkonga chiqish mavjud. Bu yerdan esa keng mahalla va hovlimiz yashil zonasiga chiqadigan go'zal manzara ochiladi. Bu xonadonda barcha qulayliklar mavjud. Yoz faslida maroqli dam olish uchun basseyn, ochiq havoda mazali taomlar tayyorlash imkonini beradigan yozgi oshxona, hovlida keng tadbirlar o'tkazishga mos qo'shimcha qulayliklar. Ushbu taklifim sizni qiziqtirib qolgan bo'lsa, biz bilan albatta bog'laning.